Kia Sportage olib, metan qo'ysam yaxshimi, propan qo'ysam yaxshimi degan akalarimiz uchun eksklyuziv obzor qilib beramiz. Bu mashinamizga akamiz keldilar bizga ishonib, 61 talik balon, oldiga polnisdan original jihozlar bilan 4-paketni propan ustunovka qilib berdik. Balonni joylashini ko'rishingiz mumkin. Tagiga, polkaning tagiga ideal bo'lib joylashadi. Zapaskasi tepaga qoladi. Qaraganda o'zim zapaska bo'lmagan holatda gaz bormi, yo'qmi bilinmaydi. Endi oldidagi qo'yilgan jihozlarni qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa, Polsha brendiga tegishli Basiko 24 miya qo'yildi. 01 farsonka, Atiker original reduktor. Hech chiqarmaslik uchun shlankalargacha italyanskiy qilib ideal holatda ustunovka qilib berdik. Kimga shunaqa sifatli hamda ishonchli propan yoki metan xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Bu videoni Kia olib, propanni qayerda sifatlisi bor deb so'rab yurgan akalarga tezlik bilan jo'natib qo'yasiz. Batafsil ma'lumotlar uchun esa pastdagi nomerlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin.